Yine hürmetli obunachilar, yine bir plan eshiklarimiz bitdi. Zinalari bilan polni ham muvazzin ishlab berdik. Zinalari, eshiklari, hamma narsasini yine ko'rishingiz mumkin. Eshiklari ham aynalı eshik bo'ldi. Neoklastika uslubida ishladik yine. Hammallari konkretni bo'ldi, ko'rishingiz mumkin. Yine ko'rishingiz mumkin. Krashinli eshik bu. Ban tarafında ise aynasız variantda ishlab berdik buni. Bam krashinli eshik. Koronadan alışık hamma narsalar bilan bitirib berdik. Yine bunda zinalarni ham ishlab berdik polni. Zinalar ham stupenkalari laminatdan bo'ldi. Prillalari, tarsonkalari polni kras jurbi ishlendi. MDF'dan bo'ldi. Nalar ham g'oz bo'ldi, tarsonkalari ham. Dapalarini ham shunday eshiklar